Assalomu alaykum. Dehqonchilikda qo'llaniladigan yaxshi bir ibora bor. Bahorning bir kuni yilga tatiydi deyshadi. Biz buni boshqacharoq qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishga tayyorlanib, oliy o'quv yurtlari talabasi bo'lish istagida bo'lgan yoshlarga ham qo'llashimiz mumkin. Mana shu davrning bir kuni yilga tatiydi. Nimaga deganda, mana shu birinchi navbatda oliy ta'lim muassasasini, mutaxassislikni tanlash, qolaversa aynan mana shu test sinovlarini topshirishning bir kuni bir yilga tatiydi. Demak, mana shunda qilingan xato keyinchalik faqat bir yildan keyingina o'zgartirilishi mumkin bo'ladi. Demak, anglaganingizdek, biz bugungi islohot va mas'uliyat turkumidan ko'rsatuvimizda aynan 2025-26 o'quv yili uchun mana shu boshlanayotgan hujjat topshirish jarayoni, test sinovlariga tayyorgarliklar jarayoni haqida bugun siz bilan suhbatlashamiz. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ham aynan mavzuga aloqador bo'lgan kishilar hisoblanadi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini sizlarga tanishtirib o'taman. Bilim va malakalarni baholash agentligi Xorazm viloyat bo'limi boshlig'i Baxtiyor Yakubov, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi mas'ul kotibi Sherzod Quronboyev, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali qabul komissiyasi mas'ul kotibi Ruslan Ahmedov, Urganch davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi mas'ul kotibi Sirojbek Ollanazarov, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali qabul komissiyasi mas'ul kotibi Bobur Shaxonov hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining viloyat boshqarmasi bo'lim boshlig'i Yo'ldoshboy Otajonovlar bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari. Demak, bugungi tanlangan mavzu doirasida sizda qandaydir bir savollar, takliflar bo'lsa, bemalol bizning studiyamizga o'rnatilgan mana shu 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga murojaat qilishingiz, 1 soatlik jonli efir jarayonida bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilaridan o'z savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu may oyining 25-sanasida butun boshli o'rta umumta'lim maktablarida o'quv mashg'ulotlari yakunlandi va bugungi kunda mana shu maktab bitiruvchilari ayni vaqtda sinovlarni topshirish arafasida yoki bo'lmasa topshirish jarayoni ham allaqachon yakunlanmoqda. Demak, iyun oyining 5-sanasidan boshlab butun boshli respublikada oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish jarayoni boshlanadi. Xo'sh, bu jarayon viloyatimizda qanday bo'ladi? Bu yilgi mana shu oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayoni yoki bo'lmasa test sinovlarining borish jarayoni qanday? Bizning ilk suhbatdoshimiz Bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limi boshlig'i. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yo'ldoshlar. Mana yaqin kunlarda test sinovlari uchun ro'yxatdan o'tish boshlanadi. Mana O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va davlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi 2024-yil 24-maydagi 81-sonli farmoniga muvofiq o'tgan o'quv yilidan boshlab avval test, so'ngra tanlov tamoyili qo'llanila boshlandi. Bunga asosan abituriyentlar o'z tanlovlariga ko'ra test sinovi yuzasidan to'plagan ballarga qarab birinchi bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha tanlovdan o'tadi. Agarda o'tish imkoniyati bo'lmagan, balli yetmagan holatlar bo'lsa, so'ng professional ta'lim muassasalariga o'qishga kirish imkoniyati mavjud bo'ladi. O'qishga kirish uchun o'tkaziladigan test sinovlari iyul-avgust oylarida bo'lib o'tadi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga bakalavriatga qabul qilish jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni birinchi bosqichi 5-iyundan boshlab 25-iyunga qadar onlayn ro'yxatdan o'tishlari kerak. Bunda ro'yxatdan o'tishda fan bo'yicha test topshiradigan yo'nalishlar bo'ladigan bo'lsa, fanlar majmuasini, ta'lim tilini, test topshirish hududini belgilash kerak bo'ladi. Endi alohida yo'nalishlar bor, iqtidor talab qilinadigan yo'nalishlar ayrim jismoniy madaniyat yoki bo'lmasa musiqa yoki shunga o'xshagan. Bunda ta'lim tili, test topshirish hududi,
alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishi, kasb ijodiy imtihonini topshiradigan davlat oliy ta'lim muassasalarini ko'rsatish kerak bo'ladi. Endi ro'yxatdan o'tayotganda o'sha topshirayotgan yo'nalishida shuni e'tiborga olishlari kerak. Hamma oliy ta'lim muassasalarida ham ijodiy imtihon komissiyalari, bir xil ijodiy imtihon komissiyalari faoliyat yuritmaydi. Ayrim oliy o'quv yurtlarida yuritilayotgan komissiyada masalan musiqaning turlari bo'yicha Samarqandda bo'ladigan bo'lsa, Urganch davlat universitetida u yo'nalishi yo'q bo'lsa, albatta o'sha yoqqa borish kerak bo'ladi. Yo'nalishlari mos keladigan nima oliy o'quv yurtlari bo'lsa, unday paytda shu o'zi yashab turgan hududda topshirish imkoniyati bo'ladi. Endi ikkinchi bosqichiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi bosqichi abituriyentlar test sinovini to'liq yakunlaganlaridan keyin 15 kun davomida vaqt beriladi. Bu yerda biz bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Abituriyentlar test sinovida ishtirok etgandan keyin balini necha ball olganligini ertangi kuni bilib oladi, lekin qaysi tanlagan yo'nalishga o'qishga kirmaganini oxirida biladi. Hozircha u bir kun davomida bugun topshirgan bo'lsa, ertasiga to'plagan balligina bilib turadi. Endi ikkinchi bosqichda abituriyentlar 15 kun berilishining sababi mana shu vaqt oralig'ida u o'ziga tegishli bo'lgan oliy ta'lim muassasalarini tanlash imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 5 ta oliy o'quv yurtini tanlash imkoniyati deymiz-ku. O'shani o'zining mutaxassisligi tanlagan yo'nalishi bo'yicha 5 ta oliy o'quv yurtini tanlash imkoniyati bo'ladi. Shunda shularni tanlab berish kerak. Masalan, Urganch davlat universiteti birinchi tanlasa, ikkinchi Qoraqalpoq davlat universitetidan shu o'zining tanlagan yo'nalishi yoki boshqa bitta oliy o'quv yurtidan ikkita topshirgan yo'nalishiga mos, faniga mos yo'nalishni ham tanlash imkoniyati bo'ladi. Bunda abituriyentlarimiz oliy ta'lim muassasasini tanlagandan keyin bakalavriat ta'lim yo'nalishini ko'rsatishlari kerak. Ham ta'lim shakli, ta'lim ustuvorligi ham ko'rsatiladi. Bu yerda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Yaqinda 2025-yil 5-mayda 76-sonli prezidentning farmoni e'lon qilindi. Mana shu farmon bo'yicha sirtqi ta'lim shakli 2025-26 o'quv yilidan boshlab hozircha qabul bo'lmaydi. Bizda qoladi shunda kunduzgi, kechki ham masofaviy ta'lim shakllari qoladi. Shularda ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Endi abituriyentlarimiz to'plagan ballar nima ta'lim shaklida aytib o'tdik. Ta'lim ustuvorligi degan narsa ham bor. Ta'lim ustuvorligini ham ko'rsatish kerak. Ta'lim ustuvorligi bu ya'ni abituriyent tomonidan davlat grantini tanlayaptimi yoki davlat granti yoki kontraktini tanlayaptimi? Mana shu ikkitasidan bittasini tanlash kerak bo'ladi. Davlat grantini tanlaydigan bo'lsa, ayrim abituriyentlarimiz tushunmagan holda tanlab so'ng savol bilan murojaat qilib beradi. Davlat grantini tanlaydigan bo'lsa, o'zi to'plagan ballni shu tanlagan 5 ta yo'nalishini bir chetdan grant balliga taqqoslab chiqadi. Grant ya'ni o'tish balliga taqqoslab chiqadi. Abituriyent o'ta olmaydigan bo'lsa, keyin yana 5 ta yo'nalishda qaytadan kontrakt bo'yicha kirish imkoniyati bor yo'qligini tekshirib chiqadi. Davlat granti va kontraktni yo'nalishin nimasini ustuvorligini tanlaydigan bo'lsa, unda birinchi tanlagan o'quv yurtini grantda tekshiradi. Agar grantda bo'lmasa, kontraktda tekshiradi. Mana shunday qilib 5 ta oliy o'quv yurtini ham tekshirib chiqadi. Qayerda tanlovda abituriyentning balli yetib o'qishga kirish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, davlat grantidami yoki davlat kontraktdami kirish imkoniyati bo'lganda, o'sha yerda tanlov abituriyent uchun tugaydi, to'xtatadi. Ayrim abituriyentlarimiz aytadi, men deydi, mana ikkinchi tanlaganim oliy o'quv yurti bo'yicha grantga kiribman, lekin birinchisi bo'yicha kontraktda turibman. Men ikkinchida o'qiyman. Unda imkoniyat yo'q. Chunki siz tanlagan yo'nalishda oldin davlat grantini tanlagan bo'lsangiz edi, unda bir chetdan tekshirib kelayotganda faqat birinchi navbatda tanlaganda grant bo'lmagan bo'lsa, ikkinchi navbatda grant bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda tanlov to'xtagan bo'lar edi.
grantda Demak, o'qigan qisqacha bo'ladi. tushuntirib o'tsangiz. Demak, 5 ta oliy o'quv yurtini tanlaganda faqatgina birinchisida grantga o'qish saqlanib qoladimi? Yo'q. Bu yerda 5 ta tanlagan o'quv yurtini har bittasini davlat granti ustuvorligini tanlagan bo'lsa, Ha, tanlash talab qilinadi. o'sha talab qilinadi. O'sha tanlagan bo'lsa, 5 ta oliy o'quv yurtining yo'nalishi bo'yicha davlat grantiga kiryaptimi, bali yetadimi, yetmaydimi o'shani tekshirib chiqadi. 5 tasini ko'rib bo'lgandan keyin grantga bali yetmaydigan bo'lgandan keyin kontrakt bo'yicha ko'rib chiqadi. Davlat granti va kontrakti bo'yicha ustunlikni tanlagan bo'lsa, birinchi u oliy o'quv yurtini oladi, davlat grantini tekshiradi, grant kelmagan bo'lsa, o'sha o'quv yurtining kontraktini tekshiradi. Kontraktda ilgan, lekin bali ilgan bo'lsa, o'sha yerda tanlov u uchun to'xtaydi. Ikkinchida grantga yetib turgan bo'lsa ham o'tmaydi u yoqqa. Demak, grantda bal yetarli bo'lgan taqdirda ham grantga o'qiy olmaydi, shundaymi? Chunki u uchun tanlov to'xtadi-da. Birinchi tanlagan oliy o'quv yurtida davlat granti bo'yicha tekshirib ko'rdi, bali yetmadi, kontrakt bo'yicha tekshirdi, bali yetdi, o'sha yerda tanlov to'xtadi. Mabodo ikkinchida grantda o'qish uchun nima qilish kerak shunda? Davlat grantini ustuvorligini tanlash kerak. 5 tasini ham. 5 tasi emas, u yerda tanlaganda o'sha davlat ustuvorligi desa, u tanlaganda oldin 5 tasi bo'yicha davlat grantini tekshirib chiqadi. Bali yetadimi, yetmaydimi? O'sha yerda siz aytgan hozir ikkinchida bali yetib turgan bo'lsa, birinchida kontraktda bali yetmay turibdi, grantga. Ikkinchida o'zi bali yetib turibdi, o'sha yerda to'xtaydi, keyingi 3 tasiga o'tmaydi. Shu tanlov o'sha yerda bali yetgan yerda to'xtaydi, keyingilarga o'tmaydi. O'shanga e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Demak, alohida sinchkovlik bilan talab qilinadi. O'shaning uchun tanlaganda abituriyentlarimiz ehtiyotkorlik bilan o'zining kuchiga qarab turib tanlashi kerak bo'ladi. Keyin bu 15 kun davomida o'sha narsalarni tanlab bergandan keyin test natijasi e'lon qilingan, ya'ni saytimizda, ya'ni Bilim va malakalarni baholash agentligining saytida e'lon qilingandan keyin bir haftadan keyin kollej va texnikumlarda o'qish istagini bildirgan abituriyentlar topilishi mumkin. Sababi oliy o'quv yurtiga grantga ham, kontraktga ham kirolmay qolgan holat bo'lishi mumkin. Shunda ular o'zi tanlagan fanlari bo'yicha topshirgan yo'nalishi mos keladigan sohalarni, texnikumini yoki kollejni o'shaning yo'nalishi mos keladiganlardan mutaxassisliklar tanlashi mumkin. Bunda kollej 10 kun muddat beriladi bunga. 10 kunning ichida kollej yoki texnikumni, kasb yoki mutaxassislikni hamda ta'lim shaklini, ya'ni kunduzgi shaklmi yoki bo'lmasa kechki, agar mavjud bo'ladigan bo'lsa o'rta maxsusda yoki masofaviy shaklini tanlashlari mumkin bo'ladi. Endi buning natijalari ham bir hafta muddatdan keyin, ya'ni tanlab bo'lganidan 10 kun o'tgandan keyin u ham Bilim va malakalarni baholash agentligining saytida e'lon qilinadi. Endi 2025-26 o'quv yilidan boshlab yana bitta o'zgarishlar bor. Bunga masalan ko'pchilik abituriyentlarimiz masalan bu yil 50.935 nafar abituriyentimiz viloyatlardan kelib, o'zimiz viloyatdan kelib topshirib sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlarimiz bor. Mana shularga taalluqli bo'ladi. Chet tilini bilish darajasi bo'yicha B2 darajadagi sertifikatga ega bo'lmagan abituriyentlar birinchi bloki, fan bloki chet tili bo'lgan yo'nalishlarga, ya'ni bular 29 ta ta'lim yo'nalishi, ularga topshirish imkoniyati yo'q. Ya'ni ular demak birinchi navbatda xorijiy tilda birinchi B2 darajada sertifikatga talab qilinadi. Endi mana shunaqa yo'nalishlardan 29 tasi keltirilgan. Mana shularga topshirish imkoniyati yo'q. Masalan, chet tili, ingliz tili, fransuz tili, arab tili yoki boshqa turli xil oliy o'quv yurtlarida bor bo'lsa, ularga topshirish imkoniyati bo'lmaganda murojaat qilmasliklari, ya'ni tushunmay yurmasliklari uchun aytib qo'yapman. Demak, bular uchun siz yil davomida B2 darajali sertifikatga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak edi.
Demak, shu yerda yana bir narsaga tushuntirish berib o'tsak, albatta bu ham qiziqtiradi ko'pchilikni. Mana aytdingiz, mana shu sertifikat darajasi, birinchi fan yo'nalishi bor, ikkinchi fan yo'nalishi, majburiy fan yo'nalishlari bor. Mana shu birinchi, ikkinchi fanda sertifikat bo'lmasdan, majburiy fan yo'nalishlardan sertifikat olgan taqdirda u amal qiladimi? Yo'q, bu faqat chet tili yo'nalishlariga mana Umuman olganda. Ha, hozir savolingizga javob beraman. Chet tili yo'nalishlariga diplomatiyada bor, masalan, jahon tillarida bor, mana chet tili institutlari. Birinchi fan sifatida qo'llaniladi xorijiy tillar. Bu 93 ball, maksimal balli 93 ball bilan baholanadigan birinchi fan blokida qatnashadi, nima bo'ladigan yo'nalishlar. İkinci fen blokunu maksimal balı 63 bal. Bunu bilemiz. Mecburi payını aytgan mecburi fenleriniz ana tili, matematika, O'zbekiston tarixi. Bular her biri 1,1 bal bilan baholanadi. Eng ko'p hammasini to'g'ri ishlaganda maksimal balı 33 balni tashkil qiladi. Endi ta'lim yo'nalishi bo'yicha boyagi chet tilining birinchi blokini tushungan bo'lsak, endi umum ta'lim fanlaridan 646 sonli qaror asosida matematika, fizika, biologiya, kimyo va shu kabi umum ta'lim fanlaridan yil davomida o'tkazib kelayotgan testlarimizdan olgan sertifikatlari bo'yicha A daraja hamda A+ daraja bo'ladigan bo'lsa maksimal ball, B+ B daraja, S+ S daraja olganlarga tabaqalashtirilgan ball beriladi. Mana shularda agarda foydalanaman, qo'llanaman deydigan bo'lsa, unda hujjatni rasmiylashtirganda, ya'ni ro'yxatdan o'tgan paytda, yo'nalishlarni, ustuvorliklar tanlagan paytda o'sha yerda imtiyozi ko'rsatilib o'tish kerak. Imtiyozi bu boyagi olgan sertifikati. Agar shuni imtiyozni bor bo'lib turib ko'rsatgan bo'lsa, matematikani oladigan bo'lsak, matematikadan u A+ yoki A daraja olgan bo'lsa, maksimal ball birinchi blokda matematikada iqtisod yo'nalishini oladigan bo'lsak, turgan bo'lsa, unga 93 ball avtomatik tarzda beriladi. U matematikani topshirib o'tirmaydi. Shu bilan bir qatorda majburiy fanlarning ichida matematika turibdi. Unga ham faqatgina bu yerda berilgan maksimal 93 ball emas, o'sha yerda qatnashayotgan matematikaga ham 11 ball maksimal ball beriladi. Maksimal 11 ball majburiy fanlar. Majburiy fanlarda ham o'shanga beriladi. Fani chunki matematikadan maksimal ball olyapti. O'sha bo'yicha majburiy fandagi qatnashgan. Bu ham bir imkoniyat ekan. Bu ham imkoniyat. Ona tili bo'yicha bo'lsa ham xuddi shunday yoki bo'lmasa tarix bo'yicha bo'lsa ham mana shu majburiy fandagi qatnashayotgan 11 savolga maksimal ball berib ketiladi. Demak, shu yerda mana shu abituriyentlarni hujjat rasmiylashtirishda mana shunga alohida e'tibor qaratishlari talab qilinadi. Ularda qanday sertifikatlar bo'lsa, ana shu sertifikatlarni ko'rsatgan holda masofadan turib hujjat rasmiylashtirishlari. Mana bu bizning milliy sertifikatlarda olgan bo'lsa, uni ko'rsatib o'tirishi shart emas. Xalqaro sertifikatlarimiz bor. IELTS degan, nima xalqaro, keyin yana TOEFL yoki boshqa chet el xalqaro sertifikatlari bor. Uni olgan bo'lsa, albatta uni yuklab olish kerak, ko'rsatib o'tish kerak. Bizdan olgan milliy sertifikatlar bo'lsa, chet tiliniki bo'lsa ham yoki bo'lmasa umum ta'lim fanlariniki bo'lsa ham avtomatik tarzda pasportini asosida ro'yxatdan o'tgan paytda avtomatik tarzda o'zi yuklab oladi. Demak, shaxs raqami orqali bazadan olinadi. Yuklab oladi. Endi bu yilgi shu test sinovlariga biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Buning uchun yil davomida 300 ga yaqin nazoratchilarimizni seminarlarini o'tkazib, 700 dan ko'p odam onlayn ro'yxatdan o'tdi seminarlarga qatnashishga. Shundan tanlovdan o'tganlari 276 ta bo'ldi. 300 ga yaqin odam tanlovdan o'tdi. Yozgi test sinovlarida shu nazoratchi sifatida ishtirok qilishlari imkoniyati bor bo'ldi. Bundan tashqari test o'tkaziladigan joylarda dislokatsiyalari ishlab chiqildi. O'tgan yili 54.144 abituriyent hujjat, ya'ni ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, test sinovlarida qatnashish uchun bu yil biz o'shanga ortiqroq joy tayyorlayapmiz. Ya'ni 59-60 ming atrofida joy tayyorlayapmiz. Joylarimiz har yili o'tkaziladigan test sinovlari o'tkaziladigan joylar tanlangani. Birinchi Bilim va malakalarni baholash agentligining
Urganch Xorazm viloyat bo'limi binosi bu Chalish yo'lida 48-maktabning yonida orientir uchun aytyapman. Ikkinchi tanlagan binolarimiz Yoshlik ko'chasida Yoshlik majmuasini manej binosi hamda unga yonma-yon turgan gimnastika va dzyudo kurash zali binolari nima qilingan. Bir smenada 3000 odamni, ya'ni bir kunda bir vaqtni o'zida. Ya'ni bir kunda 2 smena bo'ladi, 2 smenada 6000 nafar abituriyentni o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 10 kun atrofida test bo'ladigan bo'lsa, 60 ming abituriyentni bemalol testdan o'tkazish imkoniyati bor. Rahmat. Umuman olganda bu yil viloyatimizdagi oliy ta'lim muassasalaridagi yangiliklar qay darajada? Bu yerda qaysi yo'nalishlarda bu yil talabalikka qabul qilinadi? İlk suhbatdoshimiz oliy o'quv yurtlari bo'yicha Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti qabul komissiyasining mas'ul kotibi. Marhamat, bu yilgi yangiliklar, yo'nalishlar bo'yicha. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida 2025-2026 o'quv yiliga tayyorgarlik boshlanib ketdi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yil 27-maydagi 197-sonli buyrug'ida belgilangan vazifalar va topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Urganch davlat universitetidan qabul komissiyasi tarkibi ishlab chiqildi va vazifalar taqsimlandi. Bugungi kunda Urganch davlat universitetida ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti binosida qo'l markazlari tashkil qilindi, demak, va maslahat markazlari tashkil qilindi. Demak, bu yerda doimiy 4-5 ta telefon raqamlar ishlab turadi. Ertalab soat 9 dan 18:00 gacha tajribali xodimlardan ajratilgan. Demak, bular bemalol ota-onalarga yoki abituriyentlar o'zlariga berilgan savollarga javob berib keladilar. Bundan tashqari universitetimizning ijtimoiy tarmoqlarida, ya'ni web sahifalar orqali ham bu yilgi qabul bo'yicha ma'lumotlar qo'yib boryapmiz. Demak, solishtirib taqqoslab aytadigan bo'lsak, bu yil o'tgan yil 66 ta bakalavriat yo'nalishi bo'yicha qabul bo'lgan bo'lsa, kunduzgi ta'limga bu yil o'sha 77 ga, ya'ni ko'proq ta'lim yo'nalishi qamrab olinyapti. Bundan tashqari mana masofaviy ta'lim oldindan bizda ham bo'lgan. Bu endi bu yil 16 ta masofaviy ta'lim bo'yicha o'qish jarayonini tashkil qilish rejalashtirilyapti. Xudo xolasa, bundan tashqari endi kechki ta'lim, sirtqi ta'lim hisobiga kechki ta'lim bo'yicha ham, demak, 16 ta yo'nalish bo'yicha bakalavriatlar o'qitish rejalashtirilgan. Endi magistratura mutaxassisliklariga to'xtaladigan bo'lsak, oldingi yili 42 ta mutaxassislik bo'yicha magistratura bo'lsa, bu yilga 50 ta mutaxassislik bo'yicha magistratura ochilishi rejalashtirilgan. Rahmat. Umuman olganda Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filialida bu yil qabulda qanday yangiliklar, qaysi yo'nalishlarda bu yil qabul bo'ladi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida ham 2025-26 o'quv yiliga qabul jarayonlariga yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rilmoqda va jarayonlar boshlangan. Bu to'g'risida ichki buyruqlarimiz rasmiylashtirilgan, ishchi guruhlar tuzilgan va aniq vazifalar belgilab berilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida yangi o'quv yili uchun hozircha 7 ta kunduzgi shakl bo'yicha ta'lim yo'nalishi bo'yicha kvotalar ajratish bo'yicha taklif loyihasini tayyorlaganmiz. Bulardan stomatologiya yo'nalishi, davolash ish yo'nalishi, pediatriya ish yo'nalishi, oliy hamshiralik yo'nalishi, tibbiy profilaktika yo'nalishi, farmatsiya yo'nalishi va biotibbiyot muhandisligi yo'nalishlari bo'yicha qabul kvotalarini ajratish bo'yicha loyihalar tayyorlaganmiz. Bu borada hozircha filialimizda to'liq qo'l markazlar va maslahat markazlari tashkil qilingan. Bir vaqtning o'zida 5 tagacha qo'ng'iroqlarga javob berish imkoniyatlari yaratilgan. Xodimlar malakali, xushmuomala, madaniyatga ega bo'lgan xodimlardan saralangan va vazifalar belgilab berilgan. Rahmat. Umuman olganda mana shu Urganch davlat pedagogika institutida ham qabul jarayonlari boshlanish arafasida. Bu yilgi qaysi yo'nalishlar, mana shu borada bir tushuntirish bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Boshqa oliy ta'lim muassasalari singari Urganch davlat pedagogika institutida ham 2025-2026 o'quv yili uchun qabul jarayonlari boshlab yuborildi. Urganch davlat pedagogika institutida bugungi kunda
shu 19 ta bakalavriat kunduzgi ta'lim yo'nalishi bo'yicha, bundan tashqari kechki ta'lim yo'nalishiga 12 ta yo'nalish bo'yicha, magistratura mutaxassisliklari bo'yicha 16 ta ta'lim yo'nalishlariga qabul kvotadan ajratish bo'yicha takliflar ishlab chiqilib vazirlikka taqdim qilingan. Bugungi kunda mana shu yo'nalishda oliy ta'lim muassasamizda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, bu yil mana shu qabul jarayonlarini yuqorida saviyada tashkil qilish, abituriyentlar va uning ota-onalariga to'g'ri javob berish masalasida mana shu qabul komissiyasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari boshqa oliy ta'lim muassasalari singari bizda ham qo'l markaz hamda maslahat markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ana shu yerda har kuni mana shu abituriyentlar va ularning ota-onalari tomonidan mana shu qabul jarayonlariga taalluqli bo'lgan masalalarda bemalol o'zlarining savollari bilan murojaat qilishlari mumkin. Bu yerda malakali mutaxassislarimiz mana shu qabul jarayonlari, umuman oliy ta'lim muassasamizda qaysi yo'nalishlar borasida qabul jarayonlari amalga oshirish to'g'risida ularga batafsil ma'lumot beradi. Endi bizning oliy ta'lim muassasamiz asosan pedagogik kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi va bu yerda bizda mana shu pedagogika, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, tasviriy san'at, o'zbek tili adabiyoti, rus tili, xorijiy til, milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq, tarix, texnologik ta'lim, jismoniy madaniyat, aniq va tabiiy fanlarga yo'nalishlar bo'yicha qabullar amalga oshiriladi va aynan mana shu bizning yo'nalishimizda tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, jismoniy madaniyat yoki musiqa ta'lim yo'nalishlariga kasbiy ijodiy imtihonlar tashkil qilinadi va mana shu kasbiy ijodiy imtihonlarni o'tkazish borasida hozirgi kunda o'tkaziladigan hudud va joylarni, xonalarni tayyor holatga keltirish jarayonlari amalga oshirilmoqda va bevosita mana shu belgilab berilgan vaqtlarda abituriyentlarga bemalol mana shu kasbiy ijodiy imtihonlarni o'tkazish borasida barcha shart-sharoitlarni yaratamiz. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan sirtqi ta'lim shakliga qabul tugatilganligi sababli bizda ham Urganch davlat pedagogika institutida 12 ta yo'nalish bo'yicha kechki ta'limni amalga oshirish bo'yicha hozir takliflar ishlab chiqilgan va aynan mana shu kechki yo'nalishda talabalarimizni ham qabul qilamiz. Bundan tashqari Urganch davlat pedagogika institutida mana shu abituriyentlar tomonidan agar qabul jarayonlariga doir biror bir masalalar yoki mana shu hujjat topshirish jarayonlariga bir ko'maklashadigan bo'lsa, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Urganch davlat pedagogika instituti registratura ofisida ham aynan mana shu abituriyentlar va uning ota-onalariga shu oliy ta'lim muassasasi bakalavriat, kechki ta'lim magistraturaga hujjat topshirishga amaliy yordam berish borasida barcha shart-sharoitlarni yaratganmiz. Rahmat. Endilikda mana shu O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasining Urganch filialida ham mana shu raqs yo'nalishida ko'plab talabalar qabul qilinadi va buning yo'nalishlari qay darajada, buning ijodiy mana shu imtihonlari qay darajada bo'lib o'tadi? Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasalari singari O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasida ham qabul jarayonlari yuqori saviyada tashkil etilgan, filial direktorining ichki buyruqlari rasmiylashtirilgan, ishchi qabul komissiyasining ishchi guruh tarkibi shakllantirilib, vazifalari taqsimlab berilgan. Endi O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali alohida iqtidor talab qiladigan soha ta'lim yo'nalishi bo'lganligi uchun bitta xoreografiya jamoalari rahbari ta'lim yo'nalishi bo'yicha abituriyentlarni qabul qilish rejalashtirilgan. O'sha filialda bugungi kunda ishlar qizg'in amalga oshirilmoqda. Rahmat. Umuman olganda biz viloyatimizdagi mavjud oliy ta'lim muassasalaridagi bu yilgi mana shu qabul jarayonlariga tayyorgarlik haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Albatta, hali ko'rsatuv davomida mana shu bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizda mana shu oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish arafasida turgan abituriyentlardan, ularning ota-onalaridan hali telefon qo'ng'iroqlari bo'lishi mumkin. Ulardan savollarni qabul qilib olamiz va albatta bu savollarga imkon doirasida javob berishga harakat qilamiz. Oldin esa biz mana bugungi ko'rsatuvimizda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining viloyat boshqarmasi bo'lim boshlig'i ishtirok qilyaptilar. Bu test jarayonlari va bu o'rta maxsus o'sha texnikumlarga qay darajada bo'lib o'tadi? Mana shu borada bir ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Muhtaram prezidentimizni kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2024-yil 16-oktyabrdagi 158 sonli farmoni qabul qilingan. Bu farmona asosan avvaldan faoliyat yuritib keltirgan kasb-hunar maktablari, kollejlar, demak, texnikumlara kollejlar negizida texnikumlar tashkil qilindi. Endi texnikumlara qabul jarayonlari qay tarzda amalga oshiriladi?
Hozir bilim malaka baholash markazimizning boshlig'imiz Baxtiyor aka ta'kidlab o'tdilar. Texnikumlari qabul jarayonlari qanday bo'ladi? Bular oliy ta'lim, bular biza asosan aytgan vaqtimda professional ta'lim tizimini ikki xil, ya'ni ikki bosqichda o'quvchilar qabul qilamiz. Bu aytganimiz sababi biza oliy ta'lim bilan farq qiladi. Biza 9-sinf negizida hamda 11-sinf negizida o'quvchilar qabul qilamiz. 9-sinf negizida ham 11-sinf negizi bilan bu qabul jarayonlari bir-biridan farq qiladi. 11-sinf negizida o'quvchilarimizni, ya'ni abituriyentlarni qabul qilishimiz, oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirib, test jarayonidan yetarli ball to'play olmagan o'quvchilarni yetarli o'zini tanlagan yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarni qabul qilamiz. Undan tashqari alohida texnikumlari o'zlari ham abituriyentlar hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Bular ham belgilangan tartibda test jarayonlarida ishtirok qilishi mumkin. Endi 9-sinf negizida o'quvchilarimiz qanday tartibda qabul qilinadi? Bu 9-sinf negizida o'quvchilarimiz iyul oyida, ya'ni 1-iyuldan 20-iyulgacha qabul jarayoni davom qiladi. O'zlarini tanlagan kasblari bo'yicha o'zlarini hududidagi professional ta'lim muassasalariga hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Ular qanday, ularda test jarayoni qanday bo'ladi? Imtihon bo'ladi. Bular belgilangan qabul kvotalariga topshirgan abituriyentlardan oshib ketgan taqdirda bularda ham test jarayoni tashkil qilinadi. Agarda belgilangan kvota bo'yicha qabul jarayoni yetarli hujjat topshirgan o'quvchilar yetarli bo'lgan taqdirda bular 9-sinf negizida to'g'ridan to'g'ri o'quvchilarimiz qabul qilinadi. Endi shu munosabat bilan yana bir qo'shimcha qilishim mumkin. Aholidan, ya'ni aholini ishsiz qatlamidan murojaatlar ko'p bo'lib turibdi bizani professional ta'lim tizimi bo'yicha. Ya'ni o'zini mutaxassisligi bo'yicha hujjati yo'q fuqarolar kasbiy ta'lim olib hujjat olishni istagan fuqarolar ham o'qish istaklarini bildirib turibdilar. Ular qanday tartibda o'quvchilar qanday tartibda o'qitiladi, ya'ni bo'lmasa hujjat topshirishi mumkin. Bular prezidentimizning 2024-yil oktyabr oyida 347-sonli farmonida yuritilgan kasbiy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha bu yerda qisqa kurslarni tashkil qilish bo'yicha topshiriq ketgan. Kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligi, kambag'allik qisqartirish Xorazm viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda bizning professional ta'lim, ya'ni texnikumlarda qisqa kurslarni tashkil qilish ham yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Ularda kimlar o'qishi mumkin? Ularda avval kasbiy ma'lumotlar, ya'ni kasbiy ko'nikmaga ega bo'lgan fuqarolar hujjat tariqasida hujjat olish maqsadida o'qishi mumkin. Bular qisqa muddatli kurslar qanday tashkil qilinadi? Bular yil davomida hujjat topshirishlari mumkin, murojaat qilishlari mumkin. Shu yerda bir narsa aytish mumkin, ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Bular misol uchun suvarchilik, elektrik, tikuvchi ayollarimiz uchun, oshpaz-konditorchi, bu yosh chegaralanmagan. Bular 11-sinf negizida bo'lsin, 9-sinf bo'lsin, bularda hech qanday hujjat talab qilinmaydi, faqatgina borib ariza topshirsa, bularda o'zini tanlagan yo'nalish bo'yicha o'qish qilishi mumkin. Demak, shu yerda savol tug'iladi. Mana qisqartirilgan o'quv mashg'ulotlari orqali kasbga tayyorlash. Lekin bunga diplom beriladimi yoki bo'lmasa sertifikat beriladimi? Shu savolni berishingizni kutgan edim. Bularda men shuni aytmoqchi edim. Bu qisqa muddatli kurslarda bular sertifikat, o'rta maxsus ma'lumotlar tenglashtirilgan sertifikat beriladi. Lekin bu sertifikat ta'limni keyingi bosqichini davom qildirishga asos bo'lmaydi. Chunki endi tan olishimiz kerak, avvaldan shunday bo'lishi mumkin, 9-sinf bilan tugatmay qolgan o'quvchilar bular faqat kasbiy qiziqishga ega. Shuning uchun kasbiy hujjat berish uchun bular sertifikat taqdim qilinadi. Shu joyda savol tug'iladi. Ba'zi bir klassifikator talab qilinadigan mutaxassisliklar bor. Ana shunda bu sertifikat diplom o'rnini bosa olmaydi. Olmaydi. Demak, bu faqatgina kasbiy yo'nalish bo'yicha faoliyatini yuritishga ruxsat beriladi. Misol uchun oddiygina endi bizlar xalq tilida aytgan vaqtimizda suvarchilik, ya'ni elektrogaz payvandchi. Ma'lum bir ishlab chiqarish korxonasida, demak, 3 oylik, ya'ni bo'lmasa 2 oylik kursdan o'qigandan keyin biza sertifikat olgandan keyin ular faqatgina shu mutaxassislik bo'yicha shu korxonada ishlash huquqini ega bo'ladi. Bu ta'limni keyingi bosqichini davom qildirishga huquq bermaydi. Faqatgina bu guvohlik beruvchi sertifikat beriladi. Shu kasbiy malakaga ega ekanligi to'g'risida. Lekin hech qanaqa ma'lumot darajasini bermaydi. Bermaydi. Yana bir shunda bizda ham professional ta'lim tizimida ham shuni ta'kidlab o'tishim mumkin. Kunduzgi, kechki dual ta'lim tizimida
o'quvchilarni qabul qilamiz. 9-sinf negizi bo'lsin, 11-sinf negizi bo'lsin, shu yo'nalishlar bo'yicha 3 ta kunduzgi, kechki dual ta'limda o'quvchilar qabul qilamiz. Endi shu yerda dual ta'lim haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishim mumkin. Dual ta'lim qanday amalga oshiriladi? Bu ishlab chiqarish korxonasi ham ta'lim muassasasi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilish asosida tashkil qilinadi. Rahmat. Biz mana shu siz ekranning pastida ko'rib turgan telefon raqamlarini qayta eslatib o'tamiz. Bugungi tanlangan mavzu doirasida qandaydir bir savollar bo'lsa, bemalol mana shu 62 kodi bilan 223 92 21 raqamli telefonga bog'laning, albatta murojaat qiling. Sizning murojaatingiz e'tibordan chetda qolmaydi. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari sizlarning savollaringizga albatta javob berishga harakat qilishadi. Ashobod tumanidan Ikrom Rajapov: men topshirgan 5 ta universitetdan qaysidir birida grant asosida kirgan bo'lsam, men birinchida turgan oliy ta'lim muassasasini tanlashga majburmanmi yoki kirgan oliy ta'lim muassasalaridan qay birini tanlash ixtiyoriymi? Hurmatli fuqaro, men tushuntirgan narsani boya yaxshi tushunmabsiz. Hozirdan ko'rib boshlagan bo'lishlari mumkin. Sababi men aytayotgan narsa ikki xil narsani ko'z oldingizga keltiring. 5 yo'nalishni tanlab qo'yibsiz. Shunda siz ustuvorlik bo'yicha davlat grantini belgiladingiz. Siz to'plab qo'yibsiz 120 ball. Lekin tanlagan Urganch davlat universitetingiz birinchi turgan bo'lsa, o'sha ballingiz sizni yetmayotgan bo'lsa, ikkinchi tanlagan o ta'lim muassasasi Qoraqalpoq davlat universitetini shu yo'nalishini tanlagan bo'lsangiz, unga yetayotgan bo'lsa, tanlagan boyagi ustuvorlik bo'yicha davlat grantini belgilagan bo'lsangiz, o'sha grantni birinchida siz grant tekshirdi Urduda, yetmadi ballingiz. Qoraqalpoq davlat universitetinikini tekshirdi. Bunda ballingiz grantga yetgan bo'lsa, siz uchun tanlov shu yerda to'xtaydi. Bo'ldi bu. Demak, grantga yetgan joyda to'xtaydi. Ha, davlat birinchida bo'ladimi, ikkinchida bo'ladimi, uchinchida bo'ladimi? Grantini tanlagan bo'lsa, ustuvorlik bo'yicha faqat 5 ta yo'nalishda ham avval grant bo'yicha tekshirib chiqadi. 5 ta yo'nalishda ham. Hech qaysi bittasiga grantga ball yetmaydigan bo'lsa, undan keyin o'sha 5 ta yo'nalishni kontrakt bo'yicha tekshirib chiqadi. Lekin qayerdadir balli kontraktga yetgan bo'lsa, o'sha yerda to'xtaydi, bu yerga o'tmaydi. Demak, savol tug'iladi. Unda qiziqish bo'lib, birinchida grantga yetmaganini bilib, keyin kontraktni ko'rmoqchi bo'lsa, unga ham yetmasa, ana shu yerning o'zida to'xtaydimi? Yo'q, ikkinchi tanlov ustuvorligi bor. Davlat granti va kontrakti degan. Agar uni tanlagan bo'lsa, siz aytganday, birinchi Urganch davlat universiteti turibdi, davlat grantiga yetmadi, kontraktni ham tekshiradi. Kontraktga ham yetmasa. Kontraktga yetgan bo'lsa, shu yerda to'xtaydi. Bu yerga ikkinchi vuzda grantga yetib turgan bo'lsa ham foydasi yo'q. Aytdik-ku. Demak, tushunarli. Mana bu yerda Xiva tumanidan Go'zal Jumaniyazova: farzandimiz bu yil oliy ta'lim muassasasiga topshiradi. Agarda kontrakt asosida o'qishga kirib qolsa, kontrakt to'lashda qanday imtiyozlar bo'lishi mumkin talabalarga? Endi kontraktda o'qiydigan talabaga kontraktga tushgandan keyin albatta kontrakt puli to'lanishi shart. To'lanmasa ta'lim muassasasi uni saqlamaydi. Agarda nochor oila, ya'ni iqtisodiy tomondan nochor deymizmi? Ya'ni kam ta'minlangan oilalar bo'ladigan bo'lsa, yoki viloyat hokimliklari bor, xotin qizlar bo'lishi mumkin yoki yoshlar agentligi bo'lishi mumkin. Ularga berilgan imtiyozlar bor, xotin qizlarga, keyin yoshlar daftarda turganlarga, boshqalarga. Lekin ularda temir daftar, boshqalarda turganlarda berilgan imtiyozi u kontrakt pulini to'lash yoki boshqa narsada yordam berish emas, faqat ro'yxatdan onlayn o'tgan paytda o'sha to'lanadigan pul tekinga, ya'ni bepul ro'yxatga olinishiga yordam beradi. Endi boya kontraktga kirib qo'yib, pul to'lash imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, unga sponsor, homiy topishimiz kerak, bu topish kerak bo'ladi. Marhamat. Agar oliy ta'lim muassasasiga kirgan shu talaba, agar xotin qizlar bo'ladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 585-sonli qarori asosida agar oila ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa, bunda viloyat hokimliklari tomonidan har yili shu oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan talaba xotin qizlarni
to'lov kontraktiga ma'lum miqdorda yordam ko'rsatilishi mumkin. Bu Vazirlar Mahkamasi 585-sonli qarori asosida belgilangan. Shu murojaatchimiz agar 585-sonli qarorni o'qib chiqsalar, unda barcha narsalar ko'rsatilgan. Faqat shu talaba oliy ta'lim muassasasiga kirgandan keyin shu viloyat hokimligi yoki o'zini rayondagi mana shu xotin-qizlar qo'mitasiga ariza bilan murojaat qilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, agar shu qizil toifaga kirgan oiladagi xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, agar u talaba bo'ladigan bo'lsa, talaba barcha fanlarni a'lo bahoga, ya'ni 5 bahoga yopadigan bo'lsa, unda shu talabalarga talabalarni rag'batlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan har oylik bazaviy stipendiyaning 2 barobar miqdorida qo'shimcha stipendiya tayinlash imkoniyati ham yaratilgan. Lekin buning uchun talaba xotin-qiz bo'lishi kerak va baholarini faqatgina 5 ga yopgan, ya'ni a'lo bahoga o'qigan bo'lishi kerak. Rahmat. Mana bu yerda Hazaras tumanidan Dilmurod Iskandarov, men hozirda 2-bosqich talabasiman. Men hozirgi vaqtda boshqa yo'nalishga qaytadan bakalavrga topshirishim mumkinmi? Agar kira olmasam, hozirgi o'qishimni davom ettira olamanmi? Batafsil ma'lumot bersangiz. Endi ro'yxatdan o'tish hech kimga taqiqlanmagan. Masalan, lekin u talaba qaysidir yo'nalishda o'qiyapti. O'qiyapti, lekin ro'yxatdan o'tish onlayn bo'lgandan keyin bemalol qatnashishi mumkin. Boshqa o'qishga kirib, unisini qoldirib, bunisida o'qishga kirib ketsa davom ettirish mumkin. Ixtiyoriylik asosida. Bemalol, demak, bugun o'z yo'nalishidan boshqa bir yo'nalishda tahsil olishni xohlagan mana shu yoshlar bemalol o'qishni to'xtatib turgan holda keyingi omadini ham sinab ko'rishi mumkin va ikkalasidan birini tanlashi mumkin keyinchalik. Rahmat. Mana bu yerda Urganch shahridan Nodira Ismoilova so'rayaptilar. Urganch davlat universitetida yuridik yo'nalish ochildimi? Biz sirtqida o'qimoqchi edik. Endi kechki bo'lim bo'ladimi yoki faqat kunduzgi bo'ladimi? Rahmat savol uchun. Demak, Urganch davlat universitetida haqiqatan ham yuridik yo'nalishda mutaxassislar tayyorlanadi. Demak, hozircha kunduzgi, lekin biz yaqin kunlarda nima tasdiqlanadi, kvotalarimiz. Demak, biz masofaviy va kechki ta'lim shaklini ham berganmiz. Agar u tasdiqlanib qolsa, sirtqi bo'lmaydi, lekin masofaviy yoki kechki ta'lim shaklida yuridik yo'nalishda o'qish mumkin bo'ladi, xudo xohlasa. Demak, bugungi kunda mana shu 2-mutaxassislik yo'nalishida tahsil oluvchilar uchun sirtqi bo'limlar yo'q. Ular kechki bo'limlarda o'qishi mumkin. Shunaqa. Lekin ana shu yerda savol tug'iladi. Mana shu mutaxassis qayerdadir faoliyat ko'rsatyapti. Lekin u kechki bo'limda tahsil olish uchun to'liq bir stavkada ishlay oladimi? Demak, endi bu bo'yicha yoki bo'lmasa masofadan o'qishda me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilsa kerak. Hozircha buni alternativ varianti ham nazarda tutilgan. O'sha prezident qarorlarini, ya'ni part-time education degan, demak, bu yerda bo'ladi. Talabani imkoniyatidan kelib chiqib o'qish tashkil qilib berish masalasi hozircha nizom tasdiqlanmadi. Shu nizom chiqsa, bu savolni aniqroq javob bersak bo'ladi. Demak, bizning qonunchiligimizda mabodo mana shu kunduzgi bo'limda tahsil olayotgan talaba faqatgina 0.5 stavka darajasida ishlashi mumkin edi. To'g'ri. Hozir lekin mana shu kechki yo'nalishlarda yoki bo'lmasa masofadan turib o'qishda mana shu talaba bemalol to'liq bir stavka ishlashi mumkinmi degan savol bugun ko'pchilikni qiziqtiryapti. Ancha kechki ta'limda o'qigandan keyin bu albatta ishdan keyin tashqari keyin bo'ladi. Shuning uchun bemalol ishlasa bo'lsa kerak, xudo xolasa. Endi masofadan o'qishdachi? Masofadan o'qishda ham buni hech qanday nimasi yo'q. Bizda hozirgi kunda masofaviy ta'lim shaklida o'qish bo'lyapti. 150 ta talaba o'qiyapti. Urganch davlat universitetida informatsion dasturlash yo'nalishi bo'yicha, demak, bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi, ishlab masofaviy o'qish imkoniyati bo'ladi. Rahmat. Mana bu yerdagi savol, bu o'quv yilida, ya'ni 2025-26 o'quv yilidan Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Urganch filiali faoliyatini to'xtatdi deyishyapti. Endi mana shu borada ularning talabalari qayerda o'qishadi yoki bo'lmasa ma'lumot bersangiz. Rahmat. Bu savol ham menimcha bizga taalluqli. Prezidentimizning qarorlari bilan, demak, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali bugungi kunda Urganch davlat universiteti tarkibiga kiritildi. Demak, buni talabalari Urganch davlat universiteti talabalari hisoblanadi va
o'sha qabul yo'nalishlari biz nazarda tutganmiz, hech qanday yo'qotilmaydi. O'sha informatsion dasturlash, boshqa hamma yo'nalishlar bo'yicha Urganch davlat universitetida alohida bir bo'lim fakultet shaklida davom qiladi. Demak, bu o'sha Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Urganch filiali endilikda Urganch davlat universiteti tasarrufiga o'tdi. Abdurahim Beruniy nomidagi Urganch davlat Demak, universiteti. uning hozirgacha ta'lim olayotgan talabalari ham O'sha talabalar ham endi bu yil faqatgina qabul tugatildi. Ular faqatgina Urganch davlat universitetiga qabul bo'lishi mumkin. demak, qabul yo'nalishlar, shu yo'nalishlar saqlanadi, lekin Urganch davlat universiteti nomi bilan bo'ladi. Demak, shu o'rinda mana shu bizda Al-Xorazmiy nomidagi axborot texnologiyalari universiteti o'z faoliyatini boshlashi haqida bugun mana shu huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Bu boradagi ishlar qanday? Bu mana shu fan texnologiyalari boshqarmasining bugun demak bu yerda hozircha hali hech qanday yangilik yo'q talabalikka qabul qilish bo'yicha. Hozircha biror yangilik aytilmadi. Endi u alohida tashkilot bo'lgani uchun biz hozir demak- javob bersak noto'g'ri bo'lib qolmasin. Demak, mabodo mana shu yo'nalishlar bugun Urganch davlat universitetida ham bor. Ular Endi bor, hujjat mavjud. topshirishi mumkin. Bemalol Urganch davlat universitetiga topshirishlari mumkin. Bu yo'nalishlar hammasi Urganch davlat universitetida mavjud. Rahmat. Keyin yana bir ko'pchilikni qiziqtiradigan jarayonlar Baxtiyor aka, bu o'sha bu yilgi test sinovlari qay tartibda bo'lib o'tadi? Mana shu borada ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Test sinovlari biz aytganimizdek belgilangan boyagi binolarda Urganch shahridagi mavjud 3 ta binoda. mavjud binolarda o'shalarda masalan bilim malakalarini baholash agentligining o'zida 1200 o'rin, manejda 1200 o'rin, gimnastikada 300, dzyudo kurash zalining binosida 300 o'rin, jami 3000 abituriyent bir smenada test sinovlari topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bir kunda 2 smenada test o'tkaziladi. Test sinovlarida o'tkazishda albatta 3 ta blok fanlari, ya'ni yo'nalishda majburiy fanlar bloki hamda birinchi, ikkinchi blok mutaxassislik fanlaridan 30 savoldan 90 ta savol bo'ladi. Har bir savolda birinchi blok fanni to'g'ri javobi 3,1 ball bilan, ikkinchi blok fanni to'g'ri javobi 2,1 ball bilan, majburiy fanlarning har bir to'g'ri javobi 1,1 ball bilan, jami 189 ball bilan, maksimal ball bilan baholanadi. Rahmat. Demak, shu o'rinda mana shu yana bir narsaga e'tibor qaratsak, umuman olganda mana shu test sinovlarida ba'zi birlar istashadiki, O'zbekistonning xohlagan oliy o'quv yurtida o'qimoqchi bo'lgan, hujjat topshirgan abituriyent viloyatning o'zida test sinovlarini topshirishi mumkinmi? Albatta. Bu ham ko'pchilikni bir necha yil bo'ldi. Bu ya'ni tanlash imkoniyati ko'paydi. Oldingi davrlarda bitta ta'lim yo'nalishini, bitta ta'lim muassasasini o'zida tanlab hujjat topshirish uchun qancha ovoragarchilik bo'lar edi, очередlar, navbat kutishlar. 18-yildan bu buyog'ida ko'p yo'nalishlarni tanlash imkoniyati paydo bo'lgandan keyin hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish ham onlayn amalga oshiriladigan bo'ldi. Bemalol uyda o'tirib yoki birorta kompyuterda yoki o'zi mobil aloqa vositasi orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi abituriyentning o'ziga ixtiyoriga tashlandi, qayerda test topshirishi. O'zi yashab turgan joyda test topshiradimi, Toshkentga borib topshiradimi yoki o'ziga qulay bo'lgan boshqa viloyatga borib topshiradimi, u abituriyentning o'ziga havola qilindi. Abituriyent o'zi belgilagan joyga materiallari albatta shu o'zi belgilagan joyga keladi. Ko'pchilik abituriyentlarimiz shunda ham adashadi. Shu tanlov ro'yxatga kiritayotganda test topshirish joyi deganga e'tibor bermasdan o'tib ketadi. Bitta holat bo'ldi. Bitta abituriyentimiz tanlamay o'tib ketgan, lekin u yerda Buxoro davlat universiteti turgan. Bu hamma narsasi normalni to'g'ri kiritgan, faqat o'sha yerda tanlovda Xorazmni belgilash o'rniga
Buxoroni belgilab Buxoro qolib ketgan. O'shaning uchun testga yaqin murojaat bo'lyaptiki, o'shani bizga Xorazmga biz bora olmaymiz. Xorazmga o'tkazib berishga yordam bering deb. Uni o'tkazishda iloji yo'q, chunki ro'yxatga o'tib ketgandan keyin shunga qarab materiallarni tayyorlab Buxoroga ketib qoladi-da buning materiali. U belgilagan joyiga yuboriladi. Nimaga boshqa joyga o'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun albatta o'sha yerga borib topshirish kerak bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, qayerda test topshiradigan bo'lsangiz, o'sha yerda aniq belgilab o'tish kerak bo'ladi. Rahmat. Mana bu yerda ham xuddi ana shunday men jurnalistika yo'nalishiga hujjat topshirayapman, lekin viloyatda jurnalistik yo'nalish bo'yicha ijodiy imkoni yo'q. Bu qanday bo'ladi? U boya aytib o'tdik, shu siz topshirayotgan yo'nalishingiz bo'yicha o'zingiz yashayotgan hududdagi ta'lim muassasasida o'sha yo'nalishga mos komissiya bo'lmaydigan bo'lsa, qaysi ta'lim muassasasi bo'lsa, o'sha yerga borishimiz kerak. Buni ya'ni siz onlayn ro'yxatdan o'tayotgan paytda, shu yo'nalishni tanlagan paytingizda o'zi ko'rsatadi. Qayerda borligi, Farg'onadami, demak Buxoroda, Nukusda bo'lishi mumkin. Qayerda bo'lsa, o'zi sizning sohangizga tanlagan yo'nalishingizga mos komissiya qayerda bo'lsa, o'zi chiqadi. O'shalardan bittasini tanlash kerak bo'ladi. Rahmat. Mana bu yerda Urganch tumani Rustam Qadamboyev harbiy xizmatdan imtiyoz olib kelganman. Urganch davlat universitetidagi yurisprudensiya yo'nalishiga hujjat topshirmoqchiman. Kvotalari haqida ma'lumot bersangiz. Endi kvota hozircha davlat komissiyasi tomonidan e'lon qilinmadi. O'shuning uchun shu aniq bo'lgandan keyin demak bugungi kunda mana shu oliy ta'lim yo'nalishlarida bugun qabul qilish kvotalari hali to'liq tasdiqlanmadi. Faqatgina masofadan turib 5-iyun sanasidan boshlab hujjatlar rasmiylashtirib boshlanadi. 5-iyundan 25-iyungacha boya aytganimizdek birinchi bosqichini amalga oshiramiz. Ya'ni bu degan gap ro'yxatdan o'tishni amalga oshiramiz. Demak, faqatgina yo'nalishlarni tanlagan holda rasmiylashtiriladi faqatgina. Demak, mana bu yerda bitta savol bor. Aynan mana shu to'lanadigan bosh to'lovlari qay darajada ekan? Mana shu haqida ham ma'lumot berishsa deyaptilar. Test sinovlari topshirish uchun. Test sinovlari topshiradigan nimalar ta'lim muassasasi, ya'ni maktablarni bitirgan o'quvchilarimiz tekinga topshiradi. Birinchi marta hujjat topshiryapti. Birinchi marta hujjat topshirayotgan. Birinchi marta desak, endi o'tgan yil bitirib birinchi marta bu yil topshirishi mumkin. U hisobga kirmaydi. Bu yilgi bitiruvchilar. Shu yilgi joriy yilda bitiruvchi maktablarni, litseylarni bitiruvchi o'quvchilarimiz tekinga ro'yxatdan o'tadi. Oldin o'qishni bitirib, keyin orada o'zi bu yil emas, oldingi yillarda bitkazgan bo'lsa, o'zi hujjat topshirganda bazaviy hisoblash miqdori qancha bo'lsa, o'shancha miqdorda pul to'laydi. Demak, shuni 50% miqdor. 50%. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bu o'sha o'rta umumta'lim maktabini emas, balki o'rta maxsus ta'limni yakunladi bu yil va hujjat topshirayapti. Yo'q, faqatgina o'rta umumta'lim maktablarini bitiruvchilariga tekin. Ana shunday belgilangan. Keyin mana bu nimalarga ham boyagi mahallalarda temir daftarda, yoshlar nimasi, ijtimoiy daftarlarda ro'yxatda turuvchilar tekin nima qilinadi. Demak, mana shu jihatlariga e'tibor qaratsak, ijtimoiy daftarda turganlarning mana shu rasmiylashtirish jarayonini ular bilishadimi bugun? Har biri mana shu yo qay tartibda rasmiylashtirilishi mumkin o'sha ijtimoiy daftarda turganlar? Ular o'zi baza shakllangan, shu baza bilan bog'langan, ularning hujjati kiritilgan paytda o'sha ijtimoiy daftarda turgani aniq bo'ladi. Demak, u yerda summa ko'rsatilmaydi, to'lanishi zarur bo'lgan summa ko'rsatilmaydi. Himoyadagi milliy agentligi bazasi bor o'zi. Bazasi bilan bazadan avtomatik o'zi. Demak, bu tizim raqamlashtirilgan. Raqamlashtirilgan tizimda faqatgina mana shu shaxsni tasdiqlovchi hujjatning raqami bilan barcha ma'lumotlar ko'rinib turadi birdek. Demak, bu har qanday inson omilisiz, demak, ba'zida kimlardir bir iddio qilib qo'yishadi unday bunday deb, lekin bugun raqamlashtirilgan tizim, elektron tizim har qanday shaxs haqidagi ma'lumotlar asosida bazaga kiritilgan va ular qancha summa to'lashi kerak yoki to'lamasligi kerak, ularga imtiyozlar berilganmi yo'qmi, bularning barchasi inson omilisiz ana shu yerda ayon bo'ladi.
Demak, shu o'rinda rejissyorlarimiz bizga ajratilgan vaqt nihoyalab qolayotganligi haqida ishora qilishyapti, lekin shunday bo'lsa-da bugun mana shu hujjat topshirish, uni rasmiylashtirish arafasida turgan yoshlarimiz, ularning ota-onalariga qanday bir aytar so'zimiz bor? Agarda shu talabgorlar deylik, talabgorga o'quvchi ham ketadi, boshqasi ham ketadi. Agar ro'yxatdan o'tishda davrda qanaqadir muammolar yuzaga keladigan bo'lsa yoki hamma ham shu elektron nima bilan ishlashda qiynalib qoladigan bo'lsa, hamma ham uddasidan olmayotgan bo'lishi mumkin. Shunday paytlarda bizlarga murojaat qilishi mumkin. Biz telefonimiz yozib olsalar 91 bilan 190 94 05 bilim va malakalarni baholash agentligi bo'lim boshlig'iman yoki bo'lmasa bosh mutaxassisimiz bor. Telefonini aytaman. 93lik 991 46 83 nomerlari bor. Bundan tashqari Manzilni aytishingiz mumkin, Urganch shahri. Urganchda. Bizning binomiz nimada joylashgan? Cholish yo'lda 48-maktabning yonida. Demak, Urganch tumanida. Urganch tumanida yuqori Do'rman qishlog'ida joylashgan. Bemalol murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Demak, mana shu bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limiga har qanday savol bilan murojaat qilishlari, borib maslahat olishlari mumkin bo'ladi. Albatta. Demak, mana biz yana bitta savolni qabul qilib olayapmiz hozir. Vaqtimiz nihoyasiga yetayotgan bo'lsa-da, mana shu savolni albatta Urganch shahridan Abdusharif Allayarov: talaba grant asosida talabalikka qabul qilinsa, birinchi kursni grant asosida o'qib, keyin ma'lum sabablarga ko'ra keyingi bosqichlarda kontraktga tushib qolishi mumkin ekan. Bu qanday bo'ladi? Marhamat. Bugun ko'pchilikni mana shu savol qiziqtiradi. Nimaga deganda, bu yil men grantga o'qishga kirdim deb 4 yil davomida grantga o'qimasdan har bir mana shu sessiyalar oralig'idan keyin mana shu tanlov bo'lishi talab qilinadi. Marhamat, tushuntirish beramiz. Endi hozir o'tgan yil davlatimiz rahbarining qarorlari bilan oliy ta'lim muassasalariga ajratiladigan davlat grantlari ijtimoiy rag'batlantiruvchi davlat granti va ta'lim grantiga ajratildi. Aynan agar talaba ta'lim granti asosida oliy ta'lim muassasasiga kirgan bo'lsa, demak talabaga ta'lim granti 1 yilga ajratiladi. Va keyingi yildan boshlab oliy ta'lim muassasalarida mana hozir davlatimiz Vazirlar Mahkamasining shu yil qabul qilingan 149-sonli qarorlari asosida oliy ta'lim muassasalarida hozir talabalarni grant va kontrakt ajratish bo'yicha komissiyalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Misol, mana shu akademik faoliyatni baholash bo'yicha komissiya faoliyati yo'lga qo'yilgan va talabalar ijtimoiy faollikni rag'batlantirish. Ya'ni talaba o'zini to'plagan o'quv yili davomida, bir o'quv yili davomida 2 semestrda to'plagan ballidan, ya'ni JIPA ball deyiladi u, ana shu JIPA balliga asosan talaba baholanadi. Va ijtimoiy yo'nalishdagi rag'batlantiriladigan yo'nalishda baholanadigan bo'lib, aynan mana shu talabani ma'naviy ma'rifiy faoliyatidagi ishtiroklari bilan umumiy hisobda talaba baholanadi va oxirida mana shu maxsus komissiya tomonidan talabani akademik o'zlashtirishi hamda mana shu ijtimoiy yo'nalishdagi faolligiga asoslanib talaba keyingi yildan kontraktga tushib qolishi mumkin bo'ladi. Demak, bu faqatgina 1 yilga, 1 kursga mo'ljallangan grant bo'ladi. 1 yilga. Bu o'zgaruvchan bo'ladi. Shunday, talaba o'zlashtirishiga qarab o'zgarib turadi. Shunday, asosan bu yerda akademik o'zlashtirishga qaratiladi. Ya'ni talaba fanlarni yuqori baholarga o'zlashtirsa, talaba o'zi grantini saqlab qolish imkoniyati unda ko'proq bo'ladi. Lekin shu davlat grantiga asosida o'qishga kirgan talaba agar fanlarni qoniqarli darajaga o'zlashtirsa, demak, to'lov kontrakt shartnomasi asosida o'qiyotgan talabani o'zlashtirish ko'rsatkichi baland bo'lsa va u ma'naviy ma'rifiy faoliyatda ko'proq faoliyati yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, demak, kontrakt talaba bemalol grantga o'tib, grantga talaba kontraktga tushib. Demak, buning albatta mezonlari bo'ladi. Albatta. Lekin mana shunday jarayonda grant 10 nafar talaba grant bo'lishi mumkin. Lekin boring 12 ta, 13 ta talabaning bahosi aynan o'zlashtirishi yuqori bo'lib qolgan taqdirda tanlov qay darajada bo'ladi? Unday talab agar oliy ta'lim muassasasi davlat grantlari hozir ajratiladi, ya'ni qabul paytida qabul qilingan davlat granti 10 ta bo'ladigan bo'lsa, davlat granti ham to'liq va to'liq bo'lmagan davlat grantlarga ajratiladi. Ya'ni to'liq granti, misol 10 ta grant bo'ladigan bo'lsa, 5 tasi to'liq grantga, qolgan 5 ta grant to'liqsiz davlat grant hisoblanadi, 10 ga ko'paytiriladi. Va shunday qilib turib talaba tanlovda ishtirok qiladi va aynan
talaba shu tanlov asosida baholanadi va talaba agar baholari bir holatga bir xil variantda kelib qolsa, unda talabani mutaxassislik fanlaridan ulardan test sinovlari olinadi. Agar test sinovlarida qaysi yutsa, demak u oldinga o'tib ketadi. Demak, Agar odillik test- asosida bo'lib Agar testlari ham bir xil jarayonda teng bo'lib qolib qolsa, unda bu talabani birinchi akademik o'zlashtirish ko'rsatkichiga qarab turib. Demak, buning bilan o'qiyotgan mana shu talaba u albatta o'qish talab qilinadi. Men grantdaman deb bemalol u o'zlashtirmasdan qolib ketmaydi endilikda. Endilikda u har bir yilgi grant uchun kurashadi. Shunday. Bilim va malakalarini oshirib boradi. Demak, rejissyorlarimiz bizga ajratilgan vaqt nihoyalab qolganini albatta bugungi ishtirok uchun bildirilgan fikr mulohazalar qolaversa, bugun oliy ta'lim ostonasida turgan yoshlarga, ularning ota-onalariga berilgan ma'lumotlar uchun ijodiy jamoamiz nomidan bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga samimiy bir minnatdorchilik bildirgan holda bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.